Tinchlimi aka? Qo'lingiz qaltiryapti. ishlaydi. Yo'q, qo'lingiz qaltiryapti deyman. Yo'q, nerv qildi. Ha, nerv chiqyaptimi? Mana sizga aytgan telefonda Aha. shuni sotmoqchiman 8 millionga. 8 millionga. Pul zarur o'tibdi ozganga. Tinchlimi aka, bu больница infeksionniydamiz. Yo'q, ishlamaydi. Onam kasal bo'lib qoldi, shunga davo darmon qo'yish kerak. Aka, sabr qiling, xudo xolasa tuzalib ketsin. Odam g'alati bo'lib qoldi, to'g'risi. 8 million emas, aka 8,5 millionga olaman. 700 dollarga olaman bolalarni. Naqd sanamay 700 dollar. Rozimisiz? Juda ham rozimisiz, faqat aka. Ko'p tortishmadim, hiylashmadim aka. iPhone 14 Pro Max 256 talik 700 dollarga oldik. Hozir yashash qiyin, oyligini yetkazib bo'lmaydi. Erkaklar ham yig'laydi, faqat ayollar ko'rmaydi. Xotin eri bilan talash o'tdi temi-tem. Sizga deb nima qildim, men erini qarang. Erkak yurgan boshingni ko'tarib sindirib o'zingni, axir sana nomin erkak. Bilaman ketding qiynalib, mas'uliyat va muammolarni ko'tarib yuribdi yelking. Hech kim ishonmasa ham o'zingga o'zing ishongan hammasi bo'ladi okey. Shuncha narsaga chidading, unutmagan kimligingni, axir sana nomin erkak. Qarz chaqiradi, sharoit sani belafz qiladi. Neto bosgan qadaming ta'sir qiladi, shoshilmagin bu